E? Shoshmachi. Kelinni oldiga quruq qo'l bilan boraman. Ha bu odatda yosh kelinlar oldiga bu qo'lda gul ko'tarib borarmidi? Nima kelindan so'ramadimi? Telefon raqamini yomonman men-ku. Kallam qursin. Kelin. Shunaqa ham bo'ladi. Ha, kelin dedim. Nima bo'ldi yana? Yo, to'g'ri, bu ham o'lib qoldi demasin-da. Shunaqa ham bo'ladimi? Kelin. Hay, tinchlikmi kelin? Nimaga yig'layapsiz? Dadajon, aytishga tilim ham bormayapti. Ammo aytsam tilim, aytmasam dilim kuyadi. Voy, yig'lamasdan gapiring. Nima gap o'zi? Tinchlikmi? Dadajon, taqdiringizni o'ylab, bag'rim kuyib ketyapti. Taqdiringiz buncha qora bo'lmasa. Taqdirim oqmi, qorami? Sizga nima? Nima bo'ldi o'zi? Tez gapiring. Peshonangiz qursin, dadajon, peshonangiz. O'zi-chi, qurib kelsa o'sha peshonam. O gapiring. Odamning onasini qayta tug'dirib yuborasiz-ku, baraka topkur. Qiz turmushga chiqmasa ekan. Nimaga? Ammasi o'lib qopti. Shunga bu yil turmushga chiqmasa ekan. Turmush qurishiga hammasini nima aloqasi bor? Bilmasam, biz ham oyim bilan shunga hayronmiz. O'zichi. Siz topgan kelinlarning yolg'izi. Yo, qarindosh o'liq qolar ekanda, ha? Endi bu taqdirda, dadajon. Boshqa? Menga kelin topmay, tuzukmi? Kelin topsa-chi, kimdir o'lib qolar ekan. Yana o'zing o'lib qolmayapmi? Yo'q, nega dadajon? Unaqa demang. Qarang. Hamma yoq iflos. Hamma yoq chang. Biz uyda yangi kelin bor. Lekin u kelinga Xudoyim qo'l bermagan. Dadajon, men ataylab qilganim yo'q. Boshqa topaman. Hali tanishlarim ko'p. Boshqa kerak emas. Narsalarni tayinlang. Uyingizga ketasiz, xo'pmi? Nima? Dadajon? Gap tamom masalam. Tushundingizmi? Xudoyim. Ha? Tinchlikmi? Nimaga yig'layapsiz? Nega qo'ltig'idan tarus tushgan odamga kelyapsiz? Dadajon, keting dedilar. Rejangiz ish bermadi-ku, endi nima qilaman? Nima qilardingiz, ketasiz? Narsalaringiz tayyormi? Aybsiz ketaveramanmi? To'g'ri. Oldin aybiz yo'q edi. Endi aybiz bor. Dadajonni aldadingiz. Mana sabab sizga. To'xting. Hali ketmaymanmi? Xullas, yana bitta rasm bor. Shuni ham ko'rsating. Uchrashuvgacha biror narsa o'ylab topamiz. Yolg'onimiz yana fosh bo'lsa-chi? Qo'rqmang, hech nimani bilishmaydi. Sizga tashlagan rasmni ko'rsatasiz. Dadajon oldilariga kirib ko'rsating. Xo'p. Bo'ldi, yig'lamang. O'zingizni qo'lga oling. Hammasi yaxshi bo'ladi. Dadajon, Xo'sh. bu ham uzoqroq qarindoshimiz. Ko'ring, balki ma'qul kelar. Ko'raylikchi, mayli. Buni o'lib qolmasligiga kafolat bormi? Aha, ismi Umriniso. Balki uzoq umr ko'rar. Balkim. Ma'qul kelgan kelmagani o'zim aytaveraman. Dadajon, uyga ketmasam ham bo'ladimi? Hamma ishlarni sekin-sekin o'rganyapman. O'ylab ko'ramiz, boravering.
Boring, hadi boring. Halaq vermang. Конечно, период матча с Коста-Рикой, да, конечно, чуть раньше начал движение, но, допустим, тот же голкипер Севильи... Bay. Ana qomat, ana qosh, ana soch. Не был вопиющим. Bu go'zallikni qanday yaratgan ekan, ha? Xo'sh, yoqdimi? Nadijonni ko'zlari bir quvnasin, chiroyi ko'rib. U kim o'zi, Lola opa? O'ylab ko'ring-chi. Balki biror yerda rasmini ko'rgandirsiz. Yo'q, Topa oldingizmi? lekin bolgar qizlariga o'xshatdim. To'g'ri, bolgar aktrisasi edi. Dadajon bolgar aktrisasini qayerdan bilsinlar? Перед серией пенальти Benuqson. удачи он ему пожелал. Ko'zimga tanish ko'rinyaptimi? Buni kecha kinoda ko'rdim-ku. Endi bildim. Bu aktrisa. Kelin meni boplab aldayotgan ekanda. Aktrisani ko'rsatib menga. Qarab tursin bu yolg'onchini hozir uydan haydayman. Yaramas. Nomard. Ha? Meni bilmaydi. Aldasi bo'ladi o'yladilaringmi? Dadajon, Dadajon yolg'iz. Ustidan xohlagancha kulaman deb o'yladilaringmi? dadajon kechiring. Iskandar. Iskandar dedim. Men chaqirib chiqim dadajon. Kerak emas, o'zi chiqadi. Labedada chaqirdingizmi? Xotiningni. Javobini ber. Voy, Menga xotin topaman deb aktrisalarni ko'rsatib ustimdan kulib yuribdi. Maza qilib meni kulishyapti. Dadam gaplari rostmi? Nimaga bunday qilding? Bunga mana bu o'rgatganda. To'g'rimi? Men o'rgatganim yo'q. opajon. O'zingiz o'rgatdingiz-ku. Majbur bo'ldim. Dadajon, o'zim neni cho'pga o'xshaysiz. Qaysi qaynota kelinni oshxonada qilib yurgan ishiga aralashadi? Nima? Men yaxshi bo'lsin deganman. Biz ayolmiz, o'zimiz bilamiz-ku. Erkak kishi ayollar ishiga aralashishi Nechun? uyat. Uy ishi ayolliki bo'ladi. Kelinga ish bilmasang uyingga ket debsiz. Keyin menga yig'iladi. Men bilgan bitta yo'lim o'rgatdim xolos. Nimaga aralashasan? Ish bilmagani uchun ajrashib ketaversinmi? Kim ona qornidan ish bilib tug'ilgan? Dadajondan oldin erimiz bor. Biz uchun qaror qabul qiladigan. Shu sabab Zilolni aldadim. Siz majbur qildingiz, dadajon. Hey, to'xta. Dada, agar xotiningni hayda desangiz, haydayman. Unda o'ylab qarasam, kelinlar haq ekan. Qaysidir ma'noda u haq. Men yaxshi qaramayapman shekilli. Xotining o'qigan. Tabiiyki o'qiganlar ro'zg'or ishlariga biroz no'noq bo'ladi. Chunki ularni o'ylash uchun vaqt ajratmagan. Menimcha xato qildim men. Mayli. Kelin kelib mendan uzr so'rasin. Men boshqa ular ishga aralashmayman. Har holda ayol kishi
u ishlarni o'zlari bilib qilishadi. Xotiningga vaqt soat bilan o'rganib qoladi o'g'lim. Xo'p, siz nima desangiz shu. Zilol. Zilol. Labbay. Dadamdan uzr so'ra. Dadajon, men xato qildim. Iltimos meni kechiring. Boshqa qaytarilmaydi. Hamma ishlarni o'rganaman. Mayli, kechirdim. Rahmat dadajon. Ha, xolamni qolib ketgan qizlari bor. Shuni siz uchun so'rab ko'rmoqchiman. Menga qarang kelin. Bu safar o'lib qolmaydimi? Yo'q, dadajon. O'lmaydi. O'lmasin da ish qilib.